Assalomu alaykum futbol muxlislari. Yoz fasli PSG jamoasi muxlislari uchun mislsiz bayram bilan boshlandi. PSG shu kuni Italiyaning Inter jamoasini yirik va quruq hisobda naqd 5-0 ga mag'lub qildi. Shu tariqa PSG tarixda birinchi bor Yevropa Chempionlar Ligasida g'olibligini qo'lga kiritdi. Bu o'yin tahlili alohida suhbatlar uchun mavzu, biroq bu matchning 73-daqiqasida raqib darvozasini ishg'ol qilgan sirli ammo mashhur o'yinchi Xvicha Kvaratskhelia shaxsiyati alohida to'xtalib o'tishga arziydi. Xvicha Kvaratskhelia 2001-yil 12-dekabrda Gruziyada futbolchi Badri Kvaratskhelia oilasida tug'ilgan. Fransiyaning PSG jamoasining hamda Gruziya terma jamoasining a'zosi hisoblanadi. Xvicha 2017-yilda ilk marta Gruziya chempionatida debyut qilgan. O'shandan buyon 249 ta o'yinda maydonda tushgan bo'lib, jami 59 ta gol urgan. PSG tarkibida o'tkazgan 25 ta o'yinda esa hammasi bo'lib 7 ta golga mualliflik qilgan. Tbilisining Dinamo klubi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Xvicha kichkinalik paytidanoq Gruziyadagi mahalliy klublarda o'ynab o'zining iqtidori va mahoratini ko'rsata oldi. 2019-yil fevralda u Moskvaning Lokomotiv jamoasiga o'tdi. Norvegiyaning Viking klubiga qarshi ilk o'yindayoq 66-daqiqada maydonga tushib, 10 daqiqa deganda gol urdi. Shu yil iyul oyida Rossiyaning Rubin jamoasi bilan shartnoma imzoladi. Birinchi mavsumdayoq 3 ta gol urdi. 2 ta golga assistentlik qildi. 2022-yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgach, Xvicha Gruziyaga qaytdi. Bu yerda Batumining Dinamo jamoasida o'ynay boshladi. Shu yil o'rtasida Italiyaning Napoli klubi bilan shartnoma imzoladi. Bu jamoa o'yinlarda ham chiroyli o'yini va gollari bilan hammani o'ziga maftun qildi. Xvicha 2024-yilda Gruziyaning Yevropa chempionatidagi debyuti tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Gruziyaning Portugaliyaga qarshi o'yinidagi 2-0 hisobidagi g'alaba Kvaratskhelia ikkinchi daqiqadagi goli bilan boshlandi. Ushbu g'alaba Gruziyaning Yevropa chempionatidagi birinchi yutug'i bo'lib, mamlakatda bayram o'laroq nishonlandi. 2025-yil 17-yanvar kuni Fransiyaning PSG klubi Xvicha bilan 2029-yilgacha shartnoma tuzdi. Xvichaning transferi bonuslarni hisobga olmaganda 70 million yevroga baholandi. Bu qiymat bilan Xvicha sobiq SSR davlatlari futbolistlari orasida eng qimmat futbolchi hisoblanadi. Albatta, Kvaratskhelia o'yin uslubi uning fizik va texnik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. U soatiga 32,71 km tezlikda yugura oladi. Qolaversa, 9,25 km masofani yugurib bosib o'tsa ham charchash nimaligini sezmaydi. Xvichaning to'p uzatish aniqligi 89,5% ekanligi qayd etilgan. Uning hujumdagi faolligi va raqib himoyachilarini ustalik bilan aldab o'ta olishi uning asosiy qobiliyatlaridan biri. Omad har doim ham kelavermaydi deyishadi, biroq qobiliyat, tirishqoqlik, intizom va mehnat omadni ham o'ziga rom qilib oladi shekilli. Chunki Xvicha qayerda va qaysi jamoada o'ynamasin, chiroyli o'yini va gollar tizmasi bilan muxlislarni maftun etib kelmoqda. Turli sovrinlar va e'tiroflarga sazovor bo'lmoqda. Albatta, Kvaratskhelia hayoti faqat futboldan iborat emas. U shaxsiy hayotiga va oilasiga ham vaqt ajrata oladi. Xvicha 2023-yilda Nitsa Tavadziga uylangan va 2024-yilda ularning oilasida o'g'il farzand dunyoga kelgan. Xvichaning futboldagi yo'lini ko'plab futbol yulduzlariga o'xshatishadi. Masalan, Neymar, Malen, Thuram Yulen kabi Xvicha ham futbolchi oilasida tug'ilgan. Xvichaning o'yin taktikasi va qobiliyatlarini esa Muhammad Salohga o'xshatishadi. Har ikkovi ham himoyachilarni aldab o'tish va golli vaziyatlar tug'dirgan holda yolg'iz o'zi o'yin taqdirini hal qilishga qodir. Biroq mening nazarimda Xvicha Abduqodir Husanovga ko'proq o'xshab ketadi. Har ikkisi ham o'yinda tezkorlik va manyovrlik ko'rsata oladi. Har ikkisi ham professional futbolchilar oilasida tug'ilgan. Karyerasini quyidan boshlagan bo'lsa-da, juda yoshligidan tanilgan. Biroq Xvichada ayrim narsalar yetishmaydi. Xvichada to'y va tadbirlar hamda uni asosiy ishi futboldan chalg'itadigan blogerlar yetishmaydi. Balki yetishmagan ham yaxshilikkadir. Balki shu narsalar yo'qligi uchun ham Xvichani to'xtatib bo'lmayotgandir. Siz nima deysiz, aziz muxlis? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz. Shu yerda xayrlashsak ham bo'ladi. 3-taymning keyingi sonida ko'rishguncha salomat bo'ling.